Hammaga salom. Bugun sizlar bilan yana men ustozingiz Odina Lausha. Yangi kitob, yangi HSK kitoblari birinchi qism va ikkinchi mavzu. Darsni boshlashdan oldin sizlarga o'zimni Telegram kanalim borligini eslatib o'tmoqchiman. Agar siz Xitoy tilini mukammalroq, yaxshiroq o'rganishni xohlasangiz, albatta jonli darslarimga yoziling va Telegram kanalimga ham albatta obuna bo'lib qo'ying. Bu Telegram kanalda Xitoy tiliga oid bo'lgan, imtihonlarga oid bo'lgan barcha kerakli muhim ma'lumotlar berib boriladi. Agar tayyor bo'lsangiz, darsni boshlaymiz. Sizlar bilan yangi kitobimizni, yangi HSK kitobini ikkinchi mavzusini birgalikda ko'rib chiqamiz. Kimda kim shu yergacha bo'lgan mavzularni, oldingi darslarni ko'rmagan bo'lsa, men o'sha o'quvchiga oldingi mavzularni ham ko'rishlarini maslahat beraman, chunki hozir bermoqchi bo'lgan bilimlarimni juda ko'pini tushunmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun oldinga qaytib, oldingi mavzularni ham yaxshilab ko'rib, o'rganib chiqing. Va o'quvchilar, darslar davomida aytayotgan barcha qonun qoidalarimni, o'zingiz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni daftaringizga albatta yozib, yodlab keting va iyerogliflarni ham yozib yodlash esimizdan chiqmasin. Bu juda ham muhim hisoblanadi. Xo'p, tayyor bo'lsangiz, ikkinchi mavzuni boshlaymiz. Ikkinchi mavzumizda Wo jiao liwen degan mavzu, ya'ni bugungi darsimizda sizlar bilan o'zimizni tanishtirishni o'rganamiz. Tepadagi qismni biz pinyin deganmiz, to'g'rimi? Pastdagi bu yozuvlarni hammasi xitoycha yozuvlar, iyerogliflar deyiladi va bizda ton degan mavzumiz ham bor edi. Tonlar nima edi? Bu bizni ovozimizni ko'tarib tushilishi, ya'ni balandlashishi, pasayishi, o'zimizni ovozlarimizni toni hisoblanadi. Tonlar ham juda ham muhim hisoblanadi. Ikkinchi mavzuni, yangi grammatikalarni ko'rib chiqishdan oldin har doimgidek yangi so'zlar bilan birinchi tanishib chiqamiz. Oldingi darslarda aytganimdek, har bitta berilgan tekstlarni tagida o'zini yangi so'zlari mavjud bo'ladi. Yangi so'zlarini men o'qiyman, albatta orqamdan takrorlab, tonlarni ham chiqarishga harakat qilib, talaffuzlarni o'xshatishga harakat qiling va bu so'zlarni yodlab qoling. Demak, birinchi so'zimiz qingwen. 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 Q tovushini qanaqa o'qiyotganimga ahamiyat beryapsiz, a? Qingwen. Buni tarjimasi iltimos so'rasam maylimi, ayta olasizmi degan tarjimani beradi. Agar siz Xitoyda nimadir so'ramoqchi bo'lsangiz, gapingizni boshiga qingwen degan so'zni qo'yib ishlasangiz bo'ladi, chunki bu ayta olasizmi, kechirasiz, so'rasam maylimi degan narsani beradi. Ya'ni ingliz tilida excuse me deb gaplarni boshlagandek, Xitoy tilida ham siz qingwen deb boshlasangiz bo'ladi. Ikkinchi so'zimiz ni. Uchinchi tonda kelyapti, to'g'rimi? Ni tarjimasi sen degan so'z. Keyingisi jiao, to'rtinchi tonda. Jiao, jiao, jiao. J tovushini jarangli o'qishimiz kerak bo'ladi, to'g'rimi? Z, jiao, jiao. Buni tarjimasi atamoq, nomlamoq degan so'z. To'rtinchi so'zimiz shenma, shen, shenma, shenma. O'rtada e tovushiga ahamiyat bering. I kabi talaffuz qilyapman. Shenma, shenma. Nima degan so'z. Keyingisi minzi, minzi, z, z tovushini z deb talaffuz qilishimiz kerak. Minzi ism. Keyingisi vo, vo tarjimasi men degan so'z. Xo'p. Birinchi tekstga endi ahamiyat beramiz. Tekstlarni o'qib, buni sizga mazmunini tushuntirib o'tib ketaman. Demak, qingwen. Bu yerda ikki kishi suhbati ketyapti. Wang Yifei bilan Chen Tianzhong. Xo'p, 请问你叫什么名字？请问你叫什么名字？ Buni tarjimasi kechirasiz, so'rasam maylimi? Ismingiz nima degani. Mana bu yerdagi so'z gapni men darsni hozir o'rtasida ikkinchi qismda tushuntirib o'taman. Ni jiao shimi mingzi degani bu ismingiz nima degani. Pastda javob beradi. Wo jiao Chen Tianzhong. Wo jiao Chen Tianzhong. Ismim Chen Tianzhong. Xo'p, endi xuddi shu grammatikani sizlar bilan o'rganib chiqamiz. Ya'ni mana shu tekst ichida kelgan grammatika. Ismlarni xitoyliklar qanaqa so'raydi va qanaqa javob beradi. Xo'p, daftaringizga yozib olasiz. Mana bu yerda ismlarni qanaqa aytilishi, ya'ni grammatika tushuntirilgan. Bugundan boshlab sizlar bilan yangi grammatikalarni o'rganib boshlaymiz. Xo'p,
Mana bu joyiga birinchi gapga ahamiyat bering. Birinchi gapni misolida tushuntirib beraman. Hammasini so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, ni jiao shenme mingzi. Biz ni degan so'zni sen deganmiz, jiao atamoq, shenme nima, mingzi ism degani. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak, seni atashadi nima ism bilan degan tarjima chiqadi. Lekin biz buni oddiygina qilib, seni isming nima deb tarjima qilaveramiz. 你叫什么名字? 你叫什么名字? Endi xuddi shu savolga siz qanaqa javob berasiz? Hamma narsa o'z holida turadi, lekin shimma degan, mingzi degan so'zlarni olib tashlaysizda, o'zingizni ismingizni qo'yib qo'yasiz. Ya'ni ikkinchi gapni misolda tushuntirib beraman. 我叫白佳宇。我叫Bayjaye. Mana bu iyeroglifda o'tmadik-ku degan savol tug'ilishi mumkin sizda. Bayjaye bu shunchaki ism. Kitobimizning yuqori qismida, eng tepada kitobimizda qatnashishi kerak bo'lgan barcha obrazlarni, ya'ni qahramonlarni o'zini ismi berib qo'yilgan. Orqaga qaytib o'sha kitobdagi ismlarni ko'rib chiqsangiz, o'zingiz uchun yaxshi bo'ladi. Xo'p, buni tahlil qiladigan bo'lsak, wo men degan so'z, jao atamoq, Bayjaye ism. Ya'ni meni atashadi Bayjiayue deb. Ya'ni shunchaki ismim Bayjiayue deb tarjima qilamiz. 我叫 Odina. 我叫 Bayjiayue. Ismim Odina. 你叫什么名字? 我叫 Odina. Uchinchi gapga ahamiyat berasiz. Bu uchinchi gapni men sizlarga alohida slayd orqali tushuntirib beraman. Ya'ni bu grammatikada biz alohida bitta o'ziga xos bo'lgan muhim grammatikani ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Undan oldin ikkinchi dialogimizni yangi so'zlarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, u qismga keyin qaytaman. 7-chi so'zdan ko'rib boshlaymiz. Bu 4-chi tonda. Bu yo'q emas degan so'zni beradi. Yo'q emas. 8-chi so'z. Sh 4-chi tonda. Sh. Bu ingliz tilida biz to be fe'li deymiz, ya'ni o'zbek tilida aytadigan bo'lsak, bu bo'lmoq deb tarjima qilinadi. Lekin gaplarni o'zida keladigan bo'lsa, bo'lmoq deb tarjima qilmaymiz. Buni hozir qanaqa ishlatilishini men sizlarga tushuntirib beraman. O'zini alohida tarjimasi o'zi aslida bo'lmoq degani. Lekin gaplarda o'z holicha tarjima qilinmaydi bu. Xo'p, 9-chi so'z. Tuy bu chi. Tuy bu chi. Tonlariga ahamiyat beryapsiz-a? Q tovushini chi o'qiyapman. Tuy bu chi. Buni tarjimasi uzr, kechirasiz degani. 10-chi so'zimiz mei guanxi. Mei guanxi. X tovushini xi o'qiyapman, ahamiyat beryapsiz. Mei guanxi. Hech qisi yo'q, hech narsa qilmaydi degan so'z. Xuddi shunga o'xshagan yana bitta so'z bor. 11-chi so'zimizda mei shi. Mei shi. Hech narsa qilmaydi. Hech qisi yo'q degan so'zni beradi. Meguansi bilan Meishi ikkalasi ham bitta so'zni tarjimasini beradi. Faqat Meguansini biz ko'proq rasmiy ma'noda ishlatadigan bo'lsak, Meishini ko'proq og'zakida ko'p ishlatamiz. Ya'ni misol uchun siz ertaga xitoy tilini yana ham chuqurroq o'rganib boshlaganingizda, xitoyliklar bilan gaplashayotganingizda Meishini juda ko'p uchratasiz og'zakida. Xo'p, bu so'zlarni ham albatta tarjimasini yozib, talaffuzlarni yaxshilab o'xshatib, yodlab qo'ying o'quvchilar. Endi ikkinchi dialogga qaytamiz. Ikkinchi dialogni hammasini ko'rib, o'qib tarjima qilib chiqamizda, ichidagi grammatikani alohida slaydda tushuntirib beraman. Demak, ikki kishi bu yerda yana suhbatlashadi. Ni hao, Anni. Ni hao, Anni. Ni hao, Chen Tianzhong. 我不是安妮，我不是安妮，我是白佳宇，我是白佳宇。对不起，没关系。没关系. Endi buni hammasini so'zma-so'z tarjima qilib beradigan bo'lsam, Ni hao Anni. Salom Anni. Ni hao Chen Tianzhong. Salom Chen Tianzhong. 我不是 Anni. Mana shu gapga ahamiyat bering. Bu emas degani sh to be fe'li bo'lmoq deb tarjima qildik, lekin bo'lmoq deb gapni o'zida aytmaymiz biz bu so'zni. 我不是 Anni bo'lsa, men Anna emasman degan tarjimani beradi. Hozir slaydda tushuntirib beraman. 我是白佳宇。我是白佳宇。Men Bayjayeman. 我不是 Anni. Anna emasman. 我是白佳宇. Men Bayjayeman. 对不起. Kechirasiz. 没关系.
Hechqisi yo'q. Xuddi shu so'zni tagiga strelka chizib qo'ygan. Ahamiyat bering. Meishi degan so'zni sizlar bilan hozir ko'rdik. Meishi degan so'z ham hechqisi yo'q degani. Shunchaki hozir sizga aytgan qoidamni bu yerda ham tushuntirib o'tib ketgan. Og'zakida ko'proq meishini ishlatamiz yoki bo'lmasa shu so'zni ikki marta ham ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni meishi, 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 meishi deb qo'yishadi. Hechqisi yo'q, hechqisi yo'q, hech narsa qilmaydi degan so'zni beradi. Xo'p, endi sizlarga eng muhim bo'lgan grammatikani tushuntirib o'taman. Sh haqida hozir sizlar bilan alohida slaydda ko'rib o'rganib chiqamiz.